o'tib bo'lgandan keyin o'chiramiz. Xo'p. Startga stopga 1 metr yetmasdan to'xtaymiz. 1 metrdan kam to'xtasak 100 ball, 1 metrdan ko'proq to'xtab qo'ysak 5 ball oladi. Qaysi biri yaxshi? 5 ball. 5 ball. Normalda to'xtayveramiz. Hozir normallik bo'ldimi hozir yo sal oldinga haydashim kerakmidi? Yo'q, yaxshi. 1 metrdan 1 metrni qidirmaymiz. 1 metrni qidiraman deb 1 metrdan kam bo'lsa 100 ball berib qo'yadi. Shuning uchun 5 ball har holda to'xtaymiz. To'xtang. Bo'lgan endi shunday ko'tardik, qo'limizni qo'yib yubordik. Endi qara. E'tibor qil. Mashina eshit. Qo'zg'algandan keyin qo'zg'almaydi. Mashina qasib bilan sekin qo'y. Qaltiradi, qimillatmang. Chap oyog'ing qimillatma. Shunda o'sha gazni bos. U 1,5 оборотga chiqaz bor. Gazni bos, ayama. Bos, 1,5 ga chiqsin. Chiqadi. Ayni endi shunday tushir. Ikkala oyog'ini ham qilib qo'yasiz. Endi sansibilan qo'yib yuborib qo'ysin. Salgina qo'ymaymi? Yo'q, yuradigan palazinada. Sekin chiqsa ham o'zini o'zi sudira olib chiqib ketadi. Bo'ldi. Stiplina qo'yish shart emas, gaz bosgan. Yo'q, sekin sal o'ynatasan. Oyoqni uchi bilan bosgandan keyin oyoqni uchini o'zini sal qo'yasan. U sal qo'ysang o'chib qolishi mumkin. Men gaz bosganim chattani siltalab o'chib qolishi mumkin. O'chib qolsa bo'l sekinlashtir. Gaz bosma. O'zini xonaqasiga qo'yib ber, o'zini xodiga qo'yib ber. Sekin ayniqsa qayrilishda kelayotganda o'zini xodiga qo'yib. Endi mana shu chapga qayrilishda yo'q. Sal o'ng qay tarafda? Yo'q, o'ng qay tarafda dedim. Men sen favrit yoqqin demadim-ku. Bo'ldi, chapga reski bur. Reski. O'chirib qo'ydim. Zavat qil, disiplina bo'lsa, qil. O'chirib qo'yish ayb emas, lekin imtihonni o'chirib qo'ysang 30 ball oladi. Shuning uchun o'chirib qo'ymasdan chapga qayrilayotganda o'ngroq, o'ngga qayrilayotganda chaproq. Tushuning? Mana palasa chiziqlar kelib tikayotib, sidirg'a chiziq. Bakoviy kelganda mana ishda sal chiq mana bu yerda ham sidirg'a chiziq bakoviy kelganda reski o'ngga burasan. Reski o'ngga bur. Reski dedim sen. Sekin bur. To'xta, bo'ldi. Mana 1 metr. Bo'ladi. 1 metr. Mana 1 metr bo'ladi. Svetofor ko'rdingmi? O'zingni qiynalaman bitga qarab. Bu mana peshexod ham ko'rinaveradi o'sha. Peshexodni hech bitta. Olamiz. O turgan mashina bizani o'tkazib yuboradi. Tushundingmi? Biz ham o'sha kelganmiz, o'tkazib yuboramiz. Biz kelib ketdik. Sen qo'yib yuboramiz. Buni to'g'rilab olmaysan. Ha, ishni to'g'rilab olish kerak. Palasaga yaqin bo'lib qolsang, sal yursang, o'sha palasa bosib qo'ygan darajada to'xtab qolishi mumkin. Yaqinroq to'xtab qolsang. Shuning uchun shu rol bo'lgan holatda yurib qo'ysang, palasa bosib qo'yadi. Oq chizig'i bosish bu 100 ball. Chapdan op. Yuramiz. Yo'q, umroq. Bitta bor. Bunaqa sekin burmaydi. Konkretni buradi. Oxirigacha buring. Sekin. O'zini xodiga qo'yib ber. Gaz bosma. O'zini xodiga qo'yib ber. 16 mi? Bemalol yetadi bizga. Bu bitta bor. Shunda o'sha bo'ldi. Shunda o'sha. Endi qaytar. O'ngga, bitta o'ngga bur. O'zini xodiga qo'yib berdi onda. Nega gaz bosasan? Gazni oyog'ini. Bo'ldi, olganman, to'g'ridilar deyapman. Sekin sal bosganda. Qaytar. Qizillar bo'ldingmi? Senga qizil. Sekin yuramiz. To'xtaymiz mana. Shu bilan unga kelganda to'xtasak bo'ladi. 1 metr bo'ladi o'sha 1 metr. Bo'ldi. Shunday ko'tarilmaydi. Kim aytgan shunday ko'targan? Bitta tushirolmaysan deb o'chirib qo'yasan mashinani. Tushundingmi? Shunday ko'tarmang hech qachon. Estakada qo'ygan joyda u ko'chada haydaganda u ko'taraverasan. Imtihonda ko'tarma. Asqar akani metodika o'rganib qolgan bu bola. Ketmasin. 17, 18, 16 ushlab yuraverasan. Tushundingmi? 20 dan oshib 10 ga bor. Reski bor. To'xta, masofa saqlaymiz. Ya'ni oldimizdagi mashinani orqa balloni ko'rinadigan darajada to'xtatishimiz kerak. Oldimizdagi mashinani kamerasiga tushib qolsak, bizga 100 ball beraveradi. Nega? Ya'ni oraliq masofani saqlamasak 100 beraveradi. Shoshmasdan bunga kirib biz keyingisiga ketamiz. Bo'ldi, bir bahor. Mana to'xtab qo'zg'alayotganda bir konkretni.
Chiqyapti-yu bu. To'xta. Ko'rdingmi qani? Bakoy kelganda to'xtab, bu olib keyin sekin chiqib kelyapti. Shoshish kerak emas. 2 minut vaqt beradi. 2 minut ichida chiqib ketishimiz kerak. 2 minutga bemalol ulguramiz. Ketdik. Ana bu shuni tortishga o'rgatdi to'xtaganda. Asqar akani metodiga o'rganib qolgan. Asqar aka bu joyda to'xtaganda ko'tarib turadi. O'shaning uchun o'rganib qolgan. U yoqdan qarama, u yoqdan men ham ko'rmayman tumshug'im tagidan. Bu Bakoy tagidan qara, bo'ldi. Bakoy tagidan. Bakoy tagidan qara mana, bu tagidan. Bitta bu. Yo'q, o'zingiz yoningizga ketdi. Antam bor u Bakoy. Qara, mana bunaqasiga qara, mana Mamitdan qara. Bakoy mana Mamit tagidan oldini ko'r, shlaka blokni. O, undan qara. Oldidan shlaka blok. Mana Mamitdan qara, shlaka blok ko'rindimi? Bakoy tagidan? Ha, deyarli ko'rindi. Ha, bo'ldi. Chapga oxirigacha bo'ldi. Yo'qdan kallayni ko'z seram yetmaydi. Chapga burilib bir-biriga. Yana bu shuni ko'taryapman bola. Bu shuning uchun esa. Sekin qara. Chap palasiga ehtiyot bo'lib yuramiz. Chap palasa bosmaydimi? Yo'q. Aniq. Endi 10 Bakoyga qara. 10 Bakoyga qaraymiz. Qidiram bosmaydi. Endi mana yoqqa to'g'ri To'g'ri bo'lish kerak mana. Mana ko'rasan, oldingi parkovka o'shanga to'g'ri. To'g'ri. Halimas. Nima bo'lsin. Yana ozgina. Ozgina bo'ldi. Yana ozgina bo'ldi. Stop bo'ldi. Ana endi 2 marta o'rniga. Har doim 2 marta oxirigacha burgandan 2 marta qaytarilsa, rol to'g'ri bo'ladi. Ana endi oq palata, ya'ni oq platformani qidiramiz. O'sha stop o'tib ketsa 100 ball, yetmasa 20 yo'q. Sal o'tdi. Yo'q, endi chiqdik ustiga. Oq platforma ustiga chiqmasin. 20 ball. O'tib ketsa 100 ball. Sekin yuramiz, shoshmasdan. Mana ketdik. Endi rulni qaytaramiz. O'ngga sekin birish boshlaymiz. O'ngga boramiz. Svetofor yashiragina. O'zi borchi svetoforda. Chapga bor. Bu gazdan oyog'ini ol. Gazdan oyog'ini ol. Oyog'ing gazga yopishib qoldimi? Bosma gaz. Kerak emas gaz bizga. Qayrilishlarda, ayniqsa qayrilishlarda gaz bosish kerak emas. Chunki qayrilgan payt gaz bossang, biromay qolsang, oyoqqa kirib ketasan. Qaytarolmay qolsang, bu palazani bosib qo'yasan. Shuning birolmasang 10 palazani bossan, qaytarolmasang chap palazani bosasan. Shuning uchun gazdan olib, sekinlashtirib iloji boricha to'xtaymiz mashina. 5 sekundda bu yerda. 5 sekund. Hamma joyda. 8 gacha sanaymiz. Hamma joyda emas. Svetoforga bo'ysunasan. Faqat startdan keyingi stopda 3 sekunddan kam bo'lmagan vaqt turish kerak. Ha, bu yerda 5 sekunddan kam. Bu yerda 5 gacha sanaysan, bu yerda 8 gacha sanaysan. Bu yerda 10 gacha, bu yerda 6-7 gacha sanasang ham bo'ladi. 3 sekunddan kam bo'lmagan. Bu yerda 5 sekunddan kam bo'lmagan. 6 sekund bo'ldi. Gaz bosdik. 20-40 ga olamiz. Bosdik. Bilan qo'yib gaz bos. 20 dan oshsa bo'ldi. 20 dan oshsa. Bo'ldi. Sekinlashtirib, 20 sekin to'xtat. O 22 kirib qo'ysan. 21 kirsang ham 100 ball beraveradi. Mana bu taxlovchi belgi-ku. 20 dan baland yurib bo'lmaydi degan. Bilaman endi. Bitta gaz bos bo'ldi. Iloji bo'lsa to'xtata olmaysanmi? Iloji bo'lsa yaxshi maslahat 2 ga olmasang 20 ball beradi. 20 dan oshmasang 5 ball beradi. 20 ball olmayman desang 2 ga olasan, yoki 20 dan oshirmaysan. O'shanda 5 ball minus bo'lishi mumkin birga ol. Agar 20 balldan tushirolmasligingga o'zing ishonmasang, tushundingmi? Iloji bo'lsa 20 dan oshirib, o'sha aytgan как положено hayda. Agar o'zingga uvering bo'lmasang, sekinlashtira olmasligingga uvering bo'lmasang, tushundingmi? 20 dan tushira olmayman desang, unda o'sha 2 ga olganda 20 dan oshirma. Unda 5 ball oladi. Tushundim. Demak 2 bilan boshlab 2 bilan Birga tushib olishingiz kerak. Keyin birga olasan, birga olaverasan. Agar 2 ga olmasang 20 ball beradi. 2 ga olmasang 20 ball beradi. 20 dan oshmasang 5 ball beradi.
ikkalovini ham qilmasa 25 ball. Bo'ldi. Agar 2 ga olib 20 dan pasayasam 5 ball. 5 ball. Birga ol. Shu yaxshi ekan. Endi sekinlashtira olmaslikka o'zingiz nima uchun bu naryo'lada balli kamroq yig'ish kerak. Bu naryo'lada balli yig'ib qo'ysangiz 95 urib qo'ygan bo'lsangiz bu yerda 5 ball, pishmasin keyin. Yuramiz. Uzuq bakoyi kelganda. Tushundinglar? Stop bo'ldi. To'xtat. Rulni chapga bur. Chapga burib ol. Shuni ko'tardi. Chekami bola. Yo'q, Asqar akani anaqasi bu. Yo'q. Banda ham shunaqa qildiradilar. Lekin qonda chaqirdi. Shu yurib qo'ysa, yurmaydi mashina. Chaqqa to'chib qoladi. Urush umuman nima qilmay. Sizlar yoshab tursiz bo'ldi. Bunlar odam o'tib ketamiz keyin yurib. Chapga rul. Biz boshladi. Sal o'tqaz. O'ngga ol. Chapoqli. Sandoq. Shundoq yur. To'g'ri yur. Qimillatma. Bo'lsa chizig'i. Mana uchburchak men balonning orqa baloni mana shu uchburchakni kesib. Uchburchak ko'rinmadi. Endi ko'rinadi. Ko'rinadi-da. Sen yursang ko'rinadi, yurmasang qayerdan ko'rinsin? To'rimiz o'sha. Savol ko'rgan. Savol deymi? Rulni o'ngga bur endi. Keyin tushirasan. Ay, baraka top. Tushirdik, ketdi. Bu qizil fishka ko'rinadi. Ya'ni burchak, o'sha burchak bo'ladi. Tushundingmi? Imtihonda ham prosta hozir san o'rganishlik uchun fishka qo'yilgan. Atak imtihonda bu fishka bo'lmaydi. O'sha burchakni qidiramiz, tushundinglar? Nora bo'lsin. Zavod qil. Seplana bos, zavod qil. To'rimiz bosib turib seplana qo'yib qo'yding-ku sen, bola. Seplana bosmasang zavod bo'lmaydi oxirigacha. Seplana bos, oxirigacha bos. Bos oxirigacha. Ana endi Bosib tur. Bo'ldi. Ana endi e'tibor qilgan. Har doim seplanaga e'tibor qil. To'rimizni qo'yib yubor bo'ldi. Yurmoqchimiz-a? To'rimizni qo'yib yubor. Fishka ko'rindimi? Ko'rindi. Ha, sal o'ynan ko'tarib qo'yishim kerak. Ha, ko'tar, nima qilyapsan ko'tarmasdan? Sal ko'tar, bo'ldi. Yetadi. Chapga 2 marta. Mana endi u yerdagi uzuq sariq ko'ryapsanmi? Mana sariq uzuq bo'lsa, balon mana shunda turish kerak. Tushundingmi? Ustiga minish kerak. Yuramiz. Minsin, konkretno minsin. Tushundinglar? Bo'ldi. Bildimi? Bo'ldi, rulni chapga. Oxirigacha endi o'ngga. Sekin yuramiz. To'xta. Chiqmaydi. Rulni qaytar. To'g'rilab, 2 marta o'ngga qilding. Yur, sekin yur. Chiqish boshlash bilan to'xtaysan, rulni oxirigacha chapga burasan. Tushundingmi? Sal yur. Endi bo'ldi, stop, chapga bur oxiriga. Bo'ldi. Sekin yur. Sal o'tib ketdim. Sal o'tib ketding-da shu. Chiqish dedim-ku, sen chiqib bo'lgandan bo'ldi. Tushundim. Vaqtli birga ol. Esidan chiqmasin, birga ol. Vaqtli burib qo'ysang, to'g'rilasa bo'ladi. Kech bursa to'g'rilab bo'lmaydi. Oq chiziq ustidan o'tib ketadimi? Bo'l, to'xtash kerak, chiqib ketish kerak chapga to'g'riga. 20 ball. Oq chiziqdan, o'sha sariq chiziqdan, oq chiziqdan o'tib ketsang, sariq 30. Sariq bilan oqqa orasini oqqa o'tdamasdi, bir deganda o'tib ketib qoladi. 30 sariqdan o'tib ketib qolsa 100 ball birga ol. Nima yaxshimi? 100 yaxshi. Faqat naryo'lada ballarni ko'p yig'ib qo'yish kerak emas-da. Oxirgi agar shetga kelib 100 olsang alam qiladi. Chetgacha kelding-ku, 90% ket o'tib bo'lgansan. Ya'ni 11-uprajeniya bu, 12-uprajeniya finish bo'ldi. Bitta uprajeniya qolganda yiqilib tushsang, o'zingga alam qiladi. Qaytar, bo'ldi, qaytar. Mana shu yerdan bir chiziq bilan stringga turibdi, mana shu yerdan, ya'ni o'ngga bog'lanadi. Ogohlantirish 3 metr oldin yoqish kerak. Shahar ichida aholi yashash muhitida 50-100 chapga ketdik bo'ldi. Bir o'tdi. O'z to'g'ri turibdi-ku. Favrat yopildi. Favrat o'chdi. E'tibor qilamiz favratlarga. Mana to'g'rilaymiz. Favratni o'chiramiz. Mana stopga. Stop. 5 kecha sanagani 3 sekunddan bo'lmagan, kam bo'lmagan vaqt turishimiz kerak. Bo'ldi, to'rimizni qo'yib oldik. Bilan sal bo'shatamiz. Основной u yoqqa qarang, bu yoqqa qarang. Chap oyoqdan e'tibor uzilishi kerak emas, ya'ni sepleniyadan.
tutib qo'ysangiz stepni to'g'rilaymiz. Shu knopka ko'taramiz. To'g'rimizni qo'yib oling. Bo'ldi, mashina ortga ketmaydi. Eng qulay, eng sodda usul mana shu bo'ladi. Disiplinni to'g'rimiz bilan olib chiqishga sizlarga hali erta. Mana qarang, mana ko'ryapsizmi? Birdan pastga tushyapti, ko'ryapsizmi? Mana qizil narsa. Ana endi gazni bosing. Birinchi gaz bosib oling. Bosing gaz. Qo'rqmang, gaz bosing. Bosing gaz. Bo'ldi, ketdik. Bo'ldi. Uni tagiga qaramang, ko'rmaysiz. Men ham ko'rmayman uni tagini. Ikkita yonga qarang. To'g'riga qaramang. Chunki siz ikkita yoningizda bosadigan narsangiz. Oldida yo'q hech narsa bosadigan. Yuramiz, mana sal o'ngroq ishlab turib. Yarim tarozi bo'ladi. Yarim, ko'p emas. Mana qarab keturasiz. Yaqinlashsa o'ngga qaytarasiz. Tushundingizmi? Bo'ldi, rulni to'g'rilaymiz. To'g'rilaymiz. Mana qaytaring. Mana biz to'yga kelgandan keyin bitta rulga aylantiramiz. Bitta aylantiramiz. Bo'ldi, ushlab turamiz. Kutamiz. Faqat bu yerda sekin qo'l harakati tez bo'ladi. Mashinani sekinroq bosish kerak. Hatto ulgurolmay qoladi. Mana o'ngroq ushlab, mana qilib o'ngroq ushlab, chapga buramiz. Tez. Qo'l harakati tez. Keyin oyoqni tormozni nomiga bosib turamiz.